Hürmetlik tomoshabinlar. Yaqinda bir jamiyatninki ushqanday taraqqiy qilishi bilan bizniki kishilarninki ruhiy jihatdagi fanlarga bo'lgan ehtiyoji kun sari oshmoqda. Bo'libmi psixologiya fanlariga bo'lgan ehtiyoj va tushunchasi borgan sari oshmoqda. Undaqda psixologiya fanlariga bo'lgan ehtiyojniki ishi kishilarninki psixologiya fanlari sohasidagi intayin muhim bir psixikalik hodisa va shundaqla davolash usuli gipnozlik haqidagi qiziqishni texim qo'zg'amoqda. Undaqda gipnozlik zodi qanday hodisa? Mening bilishimcha jamiyatda nurg'un kishilar gipnozlikqa ancha ishinib ketmaydi. Lekin yana nurg'un kishilar gipnozlikdan foydalanib davolash beryapti. Undaqda zodi gipnozlik jamiyat tarafidan yoki ilm sohasining o'rtaq e'tirof qilingan ilmiy hodisami yoki uningda ma'lum masalalar bormi? Biz bugun mujtamiyasida mulohaza qilamiz. Bugungi mulohazamizning qatnashuvchilari Xinjiang Ma'arif institutininki psixologiya fanlari doktori dotsent Zvida Kerim. Bugungi suhbatimizning yana bir qatnashuvchisi davlatlik 2-darajalik psixik maslahatchi, shundaqla gipnozlikdan foydalanib nurg'unlagan kasallarni davolovchi Aytursun Mehmet xonim. Undaqda biz bugun gipnozlik haqida texmi cho'nqur tushunchaga ega bo'lish zaruriyati bilan bugungi suhbatni uyushtirdik. Meningcha gipnozlik izchil turda psixologiya sohasida qo'llanib kelayotgan necha 100 yillik tarixga ega bir psixikalik hodisa ham shundaqla bir davolash usuli. Shuningdek biz bu gipnozlik haqida oldi bilan texmi iniqroq tushunchaga bo'lish uchun Zvida sizniki bir tushuncha berishingizni kutamiz. Siz oldi bilan bir gipnozlik haqida bir tushuncha berib boqamsiz. Gipnoz qilishni xeyli uzun yillik tarixiga deydi, lekin rasmiy gipnoz shaklida psixikalik davolash tusini olgan vaqti 18 asrning oxiri 19 asrning beshida avstriyalik doktor Mesmer tunji bo'lib mushu gipnozni ilmiy holda mushu psixikalik davolashga ishlatdi. Undan keyin mayli bizningki ro'y analizimchi Freud bo'lsin yoki boshqa danglik psixologlar bo'lsin, o'zining mushu davolash taraqqiyoti jarayonida gipnoz qilish usulini mushu psixologiya fani bilan birlashtirib o'tirib, nihoyatda yuqori unumga erishgan. Endi bu gipnoz bizning Uyg'urlarning psixikalik taraqqiyotiga mushu yaqinqi 10 yil ichida bosib kirib, bizning ko'pincha psixologiyaga qiziqadigan havaskorlarimizning diqqatini qo'zg'adi. Bo'libmi men psixologiya o'qituvchisi desam, birinchi bo'lib so'raydigan narsa ma'lum, siz gipnoz qila olamsiz degan narsaga bular alohida diqqatini og'dirdi. Dastlabda men bu odamlarning engini kontrol qilish orqali davolash ilib boradigan bu xil usulga nisbatan haqiqatan sal passiv inkasim batdi. Men odamlarning ong holatida turib, ongdagi masalalarni to'liq tozalab hal qilish orqali yoshirin yangi ta'sir ko'rsatishni psixikalik maslahat berish davolashdagi eng asosiy o'rin qo'yilgan bir narsa deb qarab kelgan. Lekin har qanday xuddi bozor egiligida odamlarning ehtiyojiga asosan mal silingan o'xshash psixologiya sohasidami meningcha odamlar qiziqqan nuqtadan foydalanib davolash ilib berishning unumi ular bilmaydigan, tanımaydigan usul bilan ilib borgandan yaxshiroq bo'lganligini his qildim. Shuningdek, mushu yaqinqi bir necha yildan buyon bu gipnozchilik, ham gipnozning ba'zi nazariyasi, taraqqiyoti degan narsalarga diqqatimni og'dirdim. Endi bu jarayonda mening his qilganim, agar haqiqatan mushu psixikalik maslahat berish davolash jarayonida boshqa xildagi usul, taktika ham nazariyani to'liq bilgan asosda gipnoz qilish usulini davolashga cho'nqir olib kirgan chaqda buning unumi yuqori bo'ladi ekan, sur'atimi tez bo'ladi ekan. Bu jihatda odamlarning mushu bo'libmi psixikaga bo'lgan qiziqishini boshqa hodisalardan qo'zg'aganda bakrak qo'zg'alib bo'ladi ekan. Shuningdek hamda bu gipnozchilikni haqiqatan biz mushu dars anglovchilarimizga nihoyat ilmiy holda tunishtirishimizni, uning zodi qanday narsa ekanligi, qanday hodisa ekanligi, psixikadagi nazariyaviy asosi nima? Hamda masalan bir tarafdan gipnoz qiling'uchi o'zi xalab gipnoz bo'lishi kerak. Bunda bo'lish uchun gipnozning rolini, ahamiyatini tushunish kerak. Endi yana bir tarafdan ba'zi mushu gipnoz usullaridan foydalanib, ularning ideyasini kontrol qilib oladigan, mengisini tozalab etadigan yoki yomon niyat, yomon maqsad bilan ba'zi ishlar soladigan mushu ahvollardan saqlanish kerak. Shuningdek, mushu nuqtadan mushu gipnozning nihoyatda ilmiy bo'lgan to'g'ri taraflarini sharhlashni nihoyatda zarur deb qaradim. Bu gipnoz deganimiz yana latin til tarjimasidan Uyg'urchaga mushu gipnoz deb o'zlashtirilgan, umumlashtirilgan deb qarasak bo'ldi. Yunon afsonalaridagi mushu uyqu ilohiga vakillik qilgan so'z deb tunvasak bo'ldi. Demak, bu gapdan ko'rilish bo'ldiki, buni xanzuvchidagi ma'nosi meni uxlatish texnikasi deb tarjima qilingan.
Shundan qaragan chog'da buni gipnoz deganmi, ya'ni uyqu ilohi ekan, ha. Shundan qaragan chog'da bu yerda buningki asosli maqsadi shu uxlamayotgan odamlarni uxlatishdan iborat bir asosli maqsad bor o'xshaydi. Aytursinda siz gipnozlik bilan shug'ullanib qanchalik bo'ldi? Men hesapda 2 yil bo'lib qoldi. Siz 2 yil jarayonida qanchalik odamni gipnoz qildingiz? Qolganda ben bir yüzni. Bir odam gipnoz qildingiz. Bir odamni hammasi uxlatib etdingiz shundami? Buni endi uxlatib etdik desek bo'ladi, lekin bu tushuntirib aytsak, bu gipnoz deganimiz uxlash degan so'zdan bo'lmasdan, shu uyqu bilan yushurun angning tutashgan bir qism bo'ldi. Shu vaqtda biz bu diqqatni yuksak darajada markazlashtirgan vaqtda, anandan keyin bu odamda sezgi, idrok, diqqat, sizmi, anglaysizmi, tegish sezimi degan narsalarning hammasi mavjud bo'lib turdi. Bilan to'g'ri, bu uxlash oldi bilan gipnoz oltining mengi to'lqini o'xshamaydi. Bu eng cho'nqur holatdagi oltin darajalik gipnoz olatimi uyqu darajaga bormagan bo'ladi. Shunlashqa bu odamning shu diqqati yuksak darajada markazlashgan, hamda yoshirni oltiga kirgan, ham besharat kuchraydigan vaqtda, lekin u uyqu holati emas. Uxlashning o'zi emas o shundami? Emas. Baya zivida so'zlayotgan joyda bir gapni qildi, ya'ni buni gipnozdan to'g'ri foydalanish degan masala o'tirib qo'ydi. Bu masalani men izchil anglab kelayotgan masala. Zodi mening bilishimcha izchil turda bizningki shu hukumatimiz gipnozga nisbatan sezgir muomala qilgan. Chunki bu bir alayda texnika. Bu xil texnikadan foydalanish intayin diqqat qiladigan bir masala. Shunga sizningki foydalanish usulingizdan biz boy ansirayotgan foydalanish o'tirisida farqi bormi? Bunun farqı var. Hem de bunu to'g'ri usulda, mesela kompüterning yaxshi taraflari bo'ldi, yomon taraflari bo'ldi. Mesela kompüterni yaxshi tarafdan o'rgansak, bugun olsak nurg'unlagan ilmiy usulda nurg'unlagan bilimlarni internetdan foydalanib nurg'unlagan bilimlarni egallaymiz. Onun salbiy tarafi ham yomon tarafini o'rganib olsak, to'g'rimar bo'lish yoki nurg'un afson narsalarni ko'rishdek nurg'unlagan asl taraflari bor. Shuning biz buni to'g'ri qabul qilish jihatda, to'g'ri yo'lda ishlatsak, nurg'unlagan kasalliklarni davolashda zo'r unumga erishalaymiz deb qarayman. Endi biz psixologiya nuqtasini aytgan chog'da biz gipnozlikni psixikadagi qaysi xil hodisa deb qaraymiz? Psixik hodisalarning ichidagi alohida bir holat deb tushunsak bo'ldi. Demak biz ma'lum bir shaxsni biz gipnoz qilmoqchi, gipnoz qilgan chog'da bu odamningki umumiy psixik holati, masalan, odat normal holatda turgan vaqtda biz buni gipnoz qilish orqali biz muvaffaqiyat qozondik deb o'ylaylik. Shunda bo'lgan chog'da bu yerda buning gipnoz bo'lishiga turtki bo'lgan psixik omil nima o'zida? Bu odatda psixologiya pini odamlarning psixik hodisalarini tadqiq qildi deymiz. Psixik hodisani biz masalan psixik jarayon bilan individual psixik holat deb 3 ga ayiramiz. Endi bu gipnoz shu bizning deyotgan 3-psixiklik holat darajada turgan bay aytursin tushuntirgandek holat nimasi bo'ladi. Lekin buningga biz oldida degan psixik jarayon bilan individual psixika cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Endi bo'libmi buningdagi eng muhim narsa odamlarning shu bisharatga uchrash rolidan foydalangan. Har qanday odam sirtqi besharatga uchrash alayligi bo'ladi. Endi bu sirtqi besharatga uchrash masalan odamning shaxsiyati bilan uchaylan bo'lsak, masalan siz balkim o'ngay besharatga uchirmasligingiz mumkin. Modaga ergashmasligingiz mumkin, o'zingizning ideyasi ching turishingiz mumkin. Demak bu odamning ilqi individuallik farqi. Men modaga ergashishim bekrak besharatga uchirishim mumkin. Unda bo'lgan chaqda mening gipnoz bilan suretim sizdan tezroq bo'lib qoladi. Uni boshqa odamning ilqi aqli, qobiliyati, anadikin sizningki temperament alayligingiz, xarakter qatorliq bu individuallik deganimiz bir odamdan farqlanadigan shaxsiyat alayligi bo'ladi. Mushuning alayligining qanday bo'lishi gipnozga cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Undan boshqa odamlarning psixik jarayoni, masalan bu psixik jarayonning ichidagi bo'libmi diqqat. Biz bu psixik jarayonning ichidagi odatda diqqatni markazlashtirish rolidan foydalanamiz. Endi nurg'un odamlar masalan gipnoz qilgan chaqda ularningki irodasi ajizlab ketadi, buningga irodasi qatnashgan bo'lish mumkin deb qaraydi. Bu xato. Buningga psixik jarayonning ichidagi odamlarningki hissiyot alayligini cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Masalan, men sizni chiqib gipnoz qilman desam, siz meni gipnoz qiltammi deb tashvishlangan shu kayfiyat tuyg'ungiz sizning gipnoz bo'lishingizga eng cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Agar sizda axloqiy jihatda kuchlik, men bunda ishni qilmayman deydigan bir kuchlik iroda tuyg'usi bo'lsa, bu irodangizga xilop ishni gipnoz jarayonida qilg'izg'ili bo'lmaydi. Bu nurg'un shu ilmiy tadqiqot jarayonida o'zaro munozir bo'lgan bir temada ko'p odamlar tadqiq qilish jarayonida shu gipnoz qilish orqali odamlarning irodasi xilop bo'lgan ishlarni qilg'izg'il bo'ladi deb qaragan. Lekin amaliyotda necha yillik gipnoz qilish jarayonida agar sizning irodangizda unda qilmayman deydigan tuyg'u bo'lib qolsa, uni gipnoz qilish orqali qilg'izg'il bo'lmaydi. Shunlashqa gipnoz jarayonida odamlarning shu biz deyotgan psixik jarayondagi irodaga
ta'sir ko'rsatmaydi. Lekin u eng muhimi odamningki shu bilish jarayonidagi diqqatning roli bilan adamninki kayfiyat hissiyat jarayonidagi odamlarniki shu vaqtdagi kayfiyat holatidan nihoyatda kuchli foydalandi. Bo'libmi kayfiyat hissiyat holatidan foydalanib, andan keyin gipnoz qilindi. Endi gipnoz qilinish jarayonida odamlarniki shu psixik alayliklarning hodisalarning ichidagi bilish jarayoniga ham ularningki biz davatgan qilmish jarayonlariga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Chunki bu odamning yoshirin eng'i ta'sir ko'rsatayotgan holat. Shuningdek, bu hargiz qandaqsiga ilmiy psixologiyadan ayrilib chiqqan bir hodisa bo'lmasdan, ya'ni biz davatgan shu psixik hodisalarning sistemasi ichidagi bir holat orqali boshqa nuqtalarga ta'sir ko'rsatgan o'zaro bir-biriga chambarchas bog'langan bir xil ilmiy davolash usulidan iborat. Aydırsında bayağı siz hazır 100'den artıq adamni gipnoz qildim dediniz. Sizce sizin aldığınız kelgan bu gipnoz bo'lgan 100'den artıq adamninki o'rtaqligi bormi? Hammasining o'zgarchiligi bor. Hammasining o'zining shu individualligiga tayanib turib shundan tanlaymiz. Bu sahna maharati bilan endi bu davolash o'xshamaydi. Sahna maharatida biz bisharatga ishlik uchraydiganlarni tanlaymiz. Endi buni men asosli qilib ketmayman sahna maharatini. Bu faqatlam gipnozning qanday narsa ekanligini boshqalarga bildirib tuntib qo'ymoqchi. Bu gipnoz bunda degan narsaga javob qo'yib turib deb tushunib oldi. Lekin men asosli mush davolashni asos qilaman. Endi shu psixologiya fanini o'rgangandan keyin men shu gipnoz kasbi davolagandan keyin unumga tezroq erishdiganligini bilgachga men to'liq ma'lum qo'llanyapman. Lekin endi bu gipnoz hamma odamga qodir bo'lib ketmaydi. Gipnozni biz shu psixik davolashda biz bek qodir eng mushuni ishlatmasak bo'lmaydi deb turib olmaymiz. Buni tanlab turib, masalan, resim chizish texnikasi, tasavvurga kirish texnikasi, andan keyin shu qumtaq bilan davolash, gipnoz bilan davolash. Men endi shuning hammasini odamlarning individualligiga qarab turib, xosligiga qarab turib, andan keyin tanlayman. Bunun içinde menimce bularning hammasi gipnoz bo'lishni xohlaydiganlar. Ular gipnoz orqali o'zining psixiklik masalasini hal qilishni xohlaydiganlar bo'ladiki, eng chong o'rtaqlik bo'lib hisoblanadi. Demak, bu yerda agar men gipnozni qabul qilmayman desam, meni gipnoz qilolmaysiz, shundaymi? Qil bo'ladi, lekin davolash ilib berishni atayin. Bak uzun vaqt ketadi uningga. Sizning asosingiz nima? Masalan, mening asosim shu kitobda so'zlangan shu dangliq shu psixologiya olimi Erikson shuni qayta odamlarning bisharat qilish til orqali uningga ko'plab minisiga singdirish orqali anandaki buni gipnoz oltiga kirmagan odamlarni gipnoz qilayotgan. Demak, uzun vaqt uningga gipnoz bisharat berish orqali siz uni charchitasiz, shundaymi? Gipnoz jarayonining o'zicha odamning fiziologik jihatda gipnoz qilish ham psixiklik jihatda gipnoz qilish deb ikkiga ayrildi. Odatda gipnoz qilganda ikkisini o'zaro ishlatamiz. Masalan, sizni hodirib ko'rish sezguningizni hodirmiz. Masalan, bizning planaltib gipnoz qiladigan usul bo'ldi. Bu sizning ko'rish sezguningizni hodir etadi. Masalan, sizning qo'l harakatlaringizga bisharat berib qo'lingizni chaplashdi desak, qo'lingizni hodir etadi. Endi shunga o'xshash sizning fiziologiyangiz orqali anandagi asta psixikangiz kiradi. Endi butunlay psixik orqali bisharat berib gipnoz qilish bo'ladi. Lekin odatda cho'nqur gipnozga kirgan chaqda ikkisini aralashtirib ishlatadi. Bu nihoyat ilmiy usul. Shuningdek, buningga nisbatan ba'zi psixiklik jihatda gipnoz bo'lmayman degan odamlarga nisbatan psixiklik jihatni ishlatgandan fiziologik jihatni ishlatgan chaqda unum yuqori bo'ladi. Lekin u gipnoz bo'lmayman degan odamga nisbatan gipnoz bo'lishi mumkin, davolashning unumi yaxshi bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, buning gipnoz orqali davolash bilan gipnoz bo'lish ikkisi yana ikki masala. Demak, bu yerda gipnoz bo'lmayman degan odamni boya aytgandek gipnoz qig'ili bo'lmaydi ekan. Undan boshqa cho'qim qig'ili bo'ldi dedingiz, lekin buning uzun vaqt ketadi. Uni charchitishingiz uchun uningga cho'qim bir tonna to'pirmayoq to'shishingiz mumkin. Uni charchis bog'ni ketishingiz mumkin. Demak, buni qilish uchun o'zingizni charchab ketishingiz mumkin. To'g'ri, burasi. Bu yerda gipnoz qilg'uvchi bilan qilinuvchi o'rtasida dahshatli iroda to'qinish yuz berishi mumkin. To'g'ri. Demak, gipnozlikning o'zi gipnozni qabul qiluvchining irodasi bilan bevosita munosabat bo'lgan. Irodasi bilan jiq munosabat yo'q. Biz asosan shu hissiyotga tayanib ularningki to'lisi men asosliga bayondan deb o'tdim. Shu davolang'il kelganlar butunlay o'z davolanishni xohlab, men cho'qim saqaysam deb nurg'un doktorxonalarga berib, masalan, ro'y kasalliklar doktorxonaga bordi, dori yeydi, dori yegandan keyin ba'zanlari yaxshiroq bo'lib qolganlar keldi, ba'zanlari dori yegandan keyin texim bek xomushlanib ketdim, bu dorining aks ta'siri bek yuqori deb kelganlar bo'ldi. Men shuni tanlab turib, andan keyin gipnoz qilma. Bu jihatda ikki gipnoz bo'g'ich bilan mening oralig'imda cho'qim bir-birimizga ishonish bo'lish kerak. Menda uningga xuddi o'zimga muomala qilgandek uningga yuksak darajada mas'uliyatchanlik bilan axloq nuqtasida ching turib, mayli yosh, mayli qir bo'lsin yoki o'g'il yoki qiz bo'lsin, men shularni davolash jarayonida xuddi o'zimning urug' tuqqani yoki o'zimga qarta muomala qilgandek butun hissiyotimni shuning berib turib davolayman. U chaqda boshqalarni men tezroq qabul qildi. Bu yerda cho'qim ishonish bo'lish kerak orliqda.
Agar qabul qiluvchi sizga ishonmasa, sizning amalınız yo'q, shunami? Lekin kelganlar asosan ishinib turdi. Ammo siz ham degan gipnoz bulunmaydi deganlar qarta biz bu sahna gipnozda biz jiqroq ishtikroq bicharat uchraydiganlarni tanlab chiqib qilamiz. Odatda gipnoz bo'lmaydiganlarni biz zo'lab uningki irodasiga xilof ishlarni biz majburlab zo'lab qilmaymiz. Meningki gipnozlik haqidagi tushuncham boyagi aytgandek oldi bilan gipnoz bo'g'uvchi o'zining gipnoz bo'lishiga qo'shilish kerak o iroda jihatdan. Anandan keyin o qarshi tarafniki o'ziningki yetaklab o'zini davolash ip berishiga qo'shilish kerak. Mushuni nuqta aytgan chog'da menimcha gipnozlik texnikasi bu psixologiyadagi alayda texnika deyishga bo'ldi. Alayda texnika bo'lgan ekan, bu alayda texnikani cho'qim alayda odamlarga, alayda shaxslarga ishiltish zaruriyati bor deyishga bo'ldi. Shunga menimcha gipnozlik mushu mayli ro'yi kasallar bo'lsin yoki sog'lom odamlar bo'lsin, shu xil kishilarning ichidagi shu xil holatga muhtoj bo'layotgan kishilarningki ehtiyoji bo'lmasa u barliq kishilarga umumlashtirib bo'ladigan bir alayda hadisa deb qaralib bo'lmaydi. Shunday deyish bo'ladimi? To'g'ri, bu hozir shunga Paytnyaqi ma aytursun ma'lummi? Nayt aniq ayirib atadi-ku, sahna gipnozi bilan ma psixikalik davolashda ishiladigan gipnoz degan ikkisi belgilik tubki jihatdan farqlanadigan ikki xil mazmun. Endi davolash qishlatgan vaqtida u cho'qim gipnoz bo'lunguchi o'zi gipnoz bo'lishni xohlash kerak, davolanishga qo'shilish kerak. Lekin sahna gipnoz kelgan chaqda uningda faqat men ishonamsiz degan nimada qarshi tarafning ishonchiga erishib oladi. Anandiki uni gipnoz qiladi, uning nisbatan men sizni gipnoz qilmay hozir mundaq degan alaydilikni ma'qulligini elishini atayin. Chunki u faqat bir xil boshqalarga gipnoz degan narsaning mavjud ekanligini bildirib berish. Shuningdek, turmushda bu sahna gipnozdan boshqa hatto turmushdami har qanday yerda bir gipnozlash bo'ladi. So'zsitikda hatto andan keyin ba'zi leksiyalarda, ba'zi ideyalar singdirishda bir gapni qayta nechiqitim degandiki odamlar shuning nisbatan ishonish bo'lganda u bir xil yengil darajadagi qiz o'g'illarniki muhabbatlashishni gipnozlik deymiz deyman. Gipnozlik bo'lib qolsa hodisa bo'ladi. Shuningdek ba'zi odamlar gipnozda o'g'inib ketgan chaqda meni boshqalar o'qityapti ekan deb qaraydi. Amaliyotda u balkim ma'lum bir tarafidan gipnozlab etgan holat bo'lishi mumkin. Shuningdek bu holat alohida bir sirli holat emas. Shuningdek nurg'ulg'an muhabbat ish qilib yurgan yigitlar qizlar tarafidan gipnozlab etgan bo'lishi mumkin, ha? Balkim shunday bo'lishi mumkin. Shuningdek mayli gipnoz bo'lunguchi bo'lsin, gipnoz qilguchi bo'lsin, bu hodisani tushungan chaqda biz passiv gipnozning oldini og'il bo'ldi. Uning qanday hodisa ekanligini bilsa. Demak, bu yerdagi gipnozlikning birinchi sharti nayt aniq ekan. Bu xuddi bu psixologik davolashninki shartiga o'xshashlar. Shundaqla mushu odatdagi fiziologik davolashning sharti mu amaliyot psixik jihatdan doktorning e'tirof qilish masalasi bor, ha? Bu yerda intan cho'ng rol o'ynaydigan masala. Masalan, dorining unumi bo'lgan ishonish masalasi bor. To'g'ri. Xuddi shuningga o'xshash bu yerdagi gipnozlik meningcha ilgari biz hozir buni psixologiya fanlarini tushungandan keyin jamiyatda biz gipnozlik hodisi deb qarayapmiz. Lekin biz ilgari bizning jamiyatimizda bizga o'xshash nayt uzun tarixiy an'anaviy millatda bu hodisa nayt istiqillik holda jamiyatda mavjud bo'lib kelgan deyishga bo'ladi mening ko'z qarashimcha. Chunki masalan bizdagi nurg'ulg'an Daxan Perxullo nurg'ulg'an kishilarni masalan shu xurafiy ibtidoiy narsalarga cho'qindiradigan ishondiradigan shaxslar mushlarning hammasi amaliyotda jamiyatda mush gipnozlik vositasidan foydalanib kishilarni ishondirayotgan shaxslar qanday? To'g'ri. Biz ko'p hadislarni ko'rib turamiz. Bu hamda asosiyatdan besharat kuchiraydigan, o'ng'ay besharat kuchiraydigan odamlarni ko'p tanlaydi. Masalan, hozir jamiyatimizga ba'zi biz o'zimizmi tushunmaydigan, o'ylamaydigan ba'zi hadislarga ba'zi kishilarning qabul qilganini qarasangiz hammasi yesh kichik kerak. Shu 17-18 yosh atrofida. Andan keyin bilim qurilmasi saviyasi nisbatan to'varak, andan keyin tafakkur qilmay agishib yashaydigan to'pni tanlaydi. Bu to'pdagi odamlar o'ng'ay besharat kuchiraydi, shuni ko'p agishib ketadi. Mushu xildagi agishib ketishni tegi maydadan surishtirsak bu bir besharat. Masalan biz degan jin qo'g'lash usullari deyli. Jin qo'g'lash usullari ishongan odamning jinini qo'g'lay oladi. Demak, bu shu xildagi besharatning rolidan foydalanadi. Jin qo'g'lash uchun oldin jinga ishonish kerak. Ishonish kerak, jinning balig'iga ishonish kerak. Ishonmasa uni qo'g'lay olmaydi. Jinga ishonmasa u jin o'shida qo'nib qilish mumkin, ha? Qo'nib qilishi mumkin. Shuningga o'xshash nurg'un shu jamiyatda mavjud bo'lib turadigan hadislarni amaliyotda ilmiy tushundirsak, u haqiqatan shu gipnozlash usulini agitib olib yana bir nuqtaga ishiltish bo'lib hisoblanadi. Shunga biz hozirgi ba'zi diniy jihatdagi xurofotlik, biatlik degan narsalarga shu biz davatgan gipnozning qonuniyati mohiyatini tushungan chaqda shuning ta'siriga uchrab ketishning oldini og'ili bo'ladi. Endi boy bir narsa eskartib o'tdik. Ro'yi kasallarni gipnoz qilib bo'lmaydi.
biz odatda gipnoz qilib davolashga yengil darajalik nerv kasallardan anandagi normal psixik taba bo'lgan og'ir psixik masala yoki odatdagi psixik masalasiga kiritar bo'lgan odamlarni gipnozlaymiz. Buning ichida cho'qim gipnozlash yaqindan buyon shu turmushida voqea bo'lgan bo'lsa, uni faqat biz suhbatlashish orqali odatda bilishni o'zgartirish usulidan foydalanib bir taraf qilamiz. Endi ular bolaligida, burun hayotida yoshurnanga singib ketgan ba'zi masalalar bo'lgan, bir qism og'ir darajalik psixik masalalar bo'ladi yoki bo'lmasa nerv kasallar bo'ladi. Endi bularga biz tanlab turib ishlatamiz. Gipnoz hamma kasallarga tushadigan, hamma masalani hal qiladigan undaq barliq narsaga roli bo'ladigan unchalik sirliq narsa emas. U faqat shu gipnozlab davolashga mos keladigan shu turdagi odamlarga nisbatan shu usulni to'g'ri qo'llansak, unumi bo'ladigan narsa.